Qani endi amin. Parvardigor, tinchlik, omonlik, yaxshilik kunlar, kunimiz xayrli, barakotli. Bu qilinayotgan ishlarimizni xayrli, barakotli qilib o'tganlarimiz rahmatiga olib, qolganlar iymon olib. Bu ehsonga sabab bo'lgan tan joylari sog', umrlar, rizqlar topganlar yaxshilik kunlarga buyurun nasib qilsin. Allohu akbar. Kuch-quvvat bersin. Rahmat. Bir akamiz bu dunyoni tark etdilar. Yaqinlarini tushga kirib, do'stim, bersang bu yerda yaxshi ekan degan so'zlarni aytibdilar. Biz yer ostida emasmiz, ustidamiz. Demak, imkoniyatimiz bor. Akamiz shu hayotlik paytlarida shu ehson qilishlikka odatlangan, shu ehsonni yaxshi ko'rib qilgan edilar. Qarang, yaqinlarini tushga kirib, do'stim, bersang bu yerda yaxshi ekan degan so'zlarni takror aytibdilar. Demak, do'stlar, hozirda bizda imkoniyat bor. Biz qabristondamiz. Bu yerda yo'llarini asfalt qilib berishlikni iltimos qilishgan edi. Hozir shu savobga siz va biz inshaalloh sherik bo'lib turibmiz. Siz qanday sherik bo'lib turibsiz? Shu videomizga like bosyapsiz, kommentariyada duo qilyapsiz. Keyin sherigimiz. Tashqariga chiqsak-da holatda o'zlaringizga ko'rsatamiz. Operator, olib kelaverasiz. Uzmagan holatda olib kelavering. Assalomu alaykum. Inshojon domla, charchamayapsizmi? Nima har doim qo'lingizda pul ko'tarib yurasiz? Bilasizmi, tey turmayman aka. Tey turmaysiz-a? Ulardan ham pul olish kerak. Ha. 1,5 millionga bosib beramiz turib, bepul bosib berishgan-da. Yaxshi ro'para kelib qoldi. Ha, bu akalarimiz ham hali nima va'dani buzadigan, yaxshi tomonga. Güzel. Ha. Bu ikkisini ham shunga qo'shib olaylik. Asfaltga. Xo'p, mana. Mahalla oqsoqolimiz hozirda Alloh rozi bo'lsin. Befarq bo'lishgani yo'q. Bu qilinayotgan ishlardan Alloh o'zi rozi bo'lsin avvalambor. Biz xursand bo'ldik, mana shunaqa befarq bo'lmayotgan insonlar borda. Hozirda shu asfalt so'rab borganimizda ismlari kim edi hozir o'sha Abdubannob aka, asfalt zavodini direktori. Qarang, hozir qancha o'tib berdilar? Deyarli 6 million 7 million pul bo'lardi. 4 million oldilar. 5 tonnasini hadya qildilar. 5 tonnasini hadya qildilar. Asfalt zavodini xo'jayini 5 tonnasini qabristonga bo'satib, u kishi ham Xudo xolasa o'zlari uchun qildilar, oxiratlariga qildilar. Alloh zaxira qilsin. Allohu akbar. Akalarimiz qachon bir shunaqa xizmatlarimizda bo'lsa, befarq bo'lmasdan labbay nima xizmat deb turadigan akalarimiz. Bandan bo'lkirasini o'qimasdan salarga bersalari bo'ldi. Kamazni shopirni ukamiz ekson qilib ketdi. Shag'alda ekson qilib ketdi. Aytib ukamiz abadlariga da ag'an 100 ming pul berib ketdilar. 500 ming sagalda yo'q. Shuni ekanimizda berdi. Dadalari o'tib ketgan ekan, dadalariga borsin savobi deb. Shuna nima qilishdi? Bu cheklar, ha? Cheklar. Bizning jamoadagilar ham xizmat, ham himmat qilaydi deb to'xtashmaydi. Amin. Ustalarimizni qilayotgan ishlarini qaranglar. Ishni qilib bo'lib endi aytayotgan narxlarini qarang. Ro'zal aka, gapiring, nechta pul bu? Men shunday qilib berdim bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin. Hamma narsani ushurib bo'lgancha dehqonchilikda hamma narsani ushurib bor. Bu mehnatimizni ushuri inshaalloh. Alloh o'z dargohida qabul qilsin. Iymonlaringiz salomat qilsin. Do'stlar, mana qabristonni oldi, shu asfaltlashtirish kerak edi. Ancha oldin shunaqa deb iltimos qilsa, bo'ldi Azamjon qilib beramiz deb, hali malollanmasdan labbay deb turishadi. Boshqa xizmatlarimizda ham. Hozir endi xizmatni qilib, yo'q aytasiz, dek, yo'q pul olmaymiz deb mana akalarimiz, Xudo rozi bo'lsin, eng qizig'i ko'rganda mana yosh bolalarni ham hozir ahli etyapti, tindirib qo'yishdi, tekizligini deyapti. Siz shu yerda obod qildingizmi? Alloh taolo sizlarni oxiratlaringizni obod qilib qo'ysin. Shu borada yana bir bora rahmat asfalt zavodini boshliqlari Abdubonnob aka, Xudo rozi bo'lsin. Shu 5 tonnasini ehson qilib beribdilar. Qolganiga sabab bo'layotgan, shu videoyimizga bitta like bosayotgan, kommentariyada bitta duo qilayotgan shularni. Siz ham teng sherisiz inshaalloh. Biz like so'rasak, kommentariy so'rasak o'zimiz uchun so'ramaymiz. Shunaqa xayrli ishlarni aslida sizga ilinyapmiz. Hammamiz birgalashsak, inshaalloh biz katta, Xudo xolasa ishlar qilishlikka inshaalloh bir sabab bo'lamiz. Kuzatishda davom etinglar. Marg'ilon saxovati hamda Fergana Media ommaviy axborot vositalarining muxbirlari xizmatlaringizda. Ro'zal aka, katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar. Sizlarga ham Rahmat hammaga. Bu obod bo'lgan joy Qo'shtepa tumani Sarmazor MFya Sharq ko'chasida joylashgan qabristonimiz bo'ldi.